Hammaga salom, sizlar bilan qishloqqa. Va bugun biz va nihoyat bu o'zikini gara xotirlar bilan o'tishda davom etamiz. Tak, qiyin bosqichni bittasiga keldik. 24-bosqich. Rostini aytsam, men o'zim bu o'tib bo'lganimdan keyin o'tayotganim. Короче, taktikani itini tuzdim men. Bundan zo'rrog'ini topa olmaysiz. Hozir men hamma zo'mini qayerdan chiqishini bilaman, shu uchun men aqlni ishlatib bekayman har bir o'simlikda. Yetarlicha quyosh yig'ganingizdan keyin Indiana Johnson chiqadi. Unga e'tibor berish shart ham emas. O'rtadan olib o'tirgan holda pastga qarab turinglar. Pastdan keyinchalik mana uchovlon chiqadi. Va bularga qarshi taktika mana bu. Uni nomi o'zingiz bilasizmi? Dash kerak ham bo'lmadi. Mayli. Keyinchalik mana o'rtadagi zombiga prorыв qilishiga qo'yib bering demoqchi edim o'zikech. Mayli. Baribir bunaqa holatlarga ham tayyor turganman. X-ni chodirini. Eng muhimi siz tepaga qarab turing asosan. Har bir tushgan bargni pastda esa barg berib yuboring qiyin paytda. Keyin esa barglaringizni mana yoqqa ishlating. Va o'rtadan prorывga qo'yib bering demoqchi edim. Lekin o'xshamadi o'zingiz ko'rganingizdek. Tepadan prorыв bo'lgan paytda o'rtaga mana qo'ygan hol barg bering sirali. Ya o'rtani yo'q qilishga qo'yib bermanglar. Mazaraza deyishganidek bo'ldi. Dalshi просто randomga garoxotar ekib tashinglar. Bir yutib bo'ldingiz. Va oxirgi quyoshingizga orqa oldinga ekar. Otar qo'yib qo'ying pastga. Otar va urug'ni ko'proq narsalarni. Chodirni yo'qotib, zombilarni hal qilish uchun. Va mana bosqich o'tildi. Ura! G'alaba! Lekin shunaqasiga yo'qotdik, lekin mayli. Keyingi bosqich. Bundan osonroq bo'ladi deb umid qilaman keyingi boshqa bosqichlarni. Va iltimos yana bir marta shunday qilmanglar. Bu safar normalni. Tushunarli, nima normalni emas. Mayli. Eng muhimini olamiz. Garoxotar va orqa oldinga o'tar. Nima borligini ko'rgan holda aytyapman. Uchotarga e'tibor bermasak ham bo'ladi. Baribir unga 10 soat yig'aman quyoshni. Mayli. Eng oddiy garoxotarlar bilan o'tib ko'ramiz. Tepadanmi? Mayli. Menimcha garoxotarlar bilan o'tsa bo'ladi, berdi bemalol. Bekor ekdim adashib. Mayli, turaversin. Tak, дальше просто vaziyatga qarab garoxotar ekamiz. Va bemalol o'tyapman hozircha men. O'rtadan men kutmagan mehmon chiqdi. Unga qarshi nima qilish taktikani o'zingiz bilasiz. Orqadan suqish degan. Avot mana bunisi-ku men kutmagan mehmon ikkinchi dubl. Yo'q. Mayli. Shunaqa panikasi. Baribir bosqichda oxiriga keldik o'sha biz. Tepadan esa просто barg berib yuboraman. Xuddi pastdan. Va bo'ldi g'alaba. Ana. O'tish oson bo'ldi bu bosqichda boyagiga nisbatan. Qarasak agar. Keyingi bosqich.
Bu bosqich qanaqa? Bittagina quyosh ketak? Seriozno? Mayli. Men bittagina quyosh ketak bilan eplayman. Metani olganimning sababini aytib ham o'tirmayman, o'zingiz bilasiz. Shu uchun boshladik. Bosqichning ideyasini men bilaman. Ishlab chiqaruvchi bizda mana oltin listda ekishimizni xohlagan. Lekin biz baribir ekmaymiz uni. Va biz olovatar ekanmiz. Как раз o'rtadan. Tak, oddiy olovatar. Yaxtan ham olovatar ekanmiz, chunki quyoshimiz ko'p. Nega oddiy ekish kerak? Va oddiy graxotar. Quyosh yo'q joyda. Metani ham ishlatishni unutmaymiz, negaligini. Orqa oldinga o'tar va meta. Tak, ko'proq oddiy o'tarlar qo'yamiz. Quyosh yetmayotgan chiziqlarga. Boshqa iloji yo'q chunki. Tepa qayoqqa shoshildingiz, aka? O'rtada ham nimadir niku. Ketdik. Nu bo'ldi g'alaba. Oxirgi valna qoldi. Har holatlarga qarshi baribir hamma kazanakasilga bor. Tepa nitu ketdi. Xuddi o'rtaga o'xshash. Bu yerda baribir lapata bor ekan. Uni qarshi taktikani bilamiz. Bo'ldi. G'alaba. Oltin listni nima qilsak ekan, ha? Baribir ishlatmaymiz-ku. Mayli, keyingi bosqich va bu bosqichda nima bo'ladi bizda? Bu bosqichda bizda va nihoyat oxirgi yangi zombi. Zombi boboy. Mana qo'lida skelet kallasi turibdi-ku o'sha. Mayli, boshladik. Bu ham oson bo'ladi deb o'ylayman, boyagiga o'xshab. Eng muhimi vaqt kazanakasilikni yo'qotmaslik shaxsan men uchun. Oxirida hamma o'sha ishni men oxirida zombilarni yo'q qilish uchun oson bo'lishiga. Tak. Bunaqa ham ekamiz. O'rtadan ham ekamiz. Mana yoqdan metani ishlatamiz. Tepani yo'qotsak yo'qotamiz, eng muhimi boshqa chiziqlarni yo'qotmaslik. Bo'ldi, pastga ham 2 otar ekanmiz. Bu qanday? O'zmasdan tashlaydi, zombilar patadi. Hammasini mayli, hammasini yo'qotamiz. Muhimi finalgacha borish.
o'rtadan olovatarni bargini ishlatamiz. Shunaqa alam qiladi hozir qissam. Da blin. Почти yutuvdik. Hacha bilasizmi nima? Shaxsiy adovat yo'q. Qoidalarni bittasi esingizdami? Turdum shu qoidaga. Da mega g'irrom qildim, lekin boshqa iloj yo'q edi. Mayli, keyingi bosqich. Avvaldan berilgan o'simliklar, mayli. Berilgan o'simliklar bosqichidan keyin yana bitta bosqich qoldi. Va bu oxirgi bosqich. Jarohatlar bilan o'ta oladiganimdan. Boshqa bosqich yo'q. Dalshi konveyer va oxiri boss. Ularda nima yo'q? To'g'ri, jarohatlar yo'q. Shu uchun aynan o'sha bosqichlarni o'tamiz hozir. Gargantua o'zi aytib turibdi, bu yerda qaysi o'simlik bo'lish kerakligini. To'g'ri, garoqlayapti. Mayli, boshladik. Yomon bitta bosqichda eslatib boryapti o'tganlarimni. Xuddi bu bosqichda o'tgandayman. O'zidan og'ir narsani xolayam qachongacha xolayam men qanday o'zidan og'ir narsani ko'tarishiga qanday ko'tarishiga tushunmaganman. Pastga olovatar. Tepagayam olovatar. Negaligini aytib ham o'tirmayman. O'zingiz ko'rib turibsiz holat qanaqaligini. Pastdan bunaqa yong'oqli garoq. Voy, orqovingga o'tar. Mana yerda yoqmoqchi yo'q, mana yerga o'xshab. O'rtadan kasanaka silka. Va ketdi. Ulardik. Faqat o'rtani tozalash qoldi. Mana o'simliksiz, lekin oxirgi bosqich ham o'tildi. Mayli. Sizlar bilan qishloqqa edi. Zamonaviy kelajakda uchrashguncha keyingi lokatsiyaga o'tayapmiz. Bu oxirgi qism edi Lost City bo'yicha. Mayli. Sizlar bilan qishloqqa edi. Hammaga xayr. Like va bunani unutmaymiz. Keyingi ko'rishgunimizcha.